Qaniydi shunaqa ayol bo'lsa, billa hamma narsani harakatini qilsangiz, noldan ko'tarilsangiz, har bitta momentini, har bitta narsasini sinit qilasiz. Nimaga noldan ko'tarilish yaxshi? Chunki noldan ko'tarilganingizda u qizni siz obespechit qila olmaysiz nimadirda, ishi obespechit qila olmasligingizga sizga u rozi bo'lib, siz yoningizda qolishi birinchi o'rinda. Shu gapni aytdingmi? Da bir xil fikr bildiryapmiz. Menimcha bu eng katta hozirgi ayollarda bo'lib turgan muammo. To есть siz qiynalgan paytingizda tashlab ketish, har xil ortiqcha gap so'zlar qilish. Agar noldan ko'tarilib, billa qanaqadir rezultatgacha, billa oxirgacha bordinglar, yo'lda tushib qolmadimi, u ayolni bo'yningizda ko'tarib yursangiz ham, u ayol boshingizga chiqa olmaydi. Ya'ni bo'yningizda o'tirib, sizni sinit qilib, boshingizdan o'pib ketadi u qiz. Sizga shu bo'yningizni to'g'rilab yo'l-yo'lakay ko'rsatib. Unaqa ayolni qo'lda ko'tarib bo'ynini ushlab yurish kerak. Qaniydi shunaqa ayol bo'lsa.